Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrdon obunachilar. Uzum shaydolari, uzum ishqibozlari. Ko'ryapsizlar, uzum to'g'risi meni eng yaxshi ko'rgan mevam. Uzumni mevasini ham, uzumni ishlarini ham, uzumni jamiki qanday nimasi bo'lsa, hammasini yaxshi ko'ramiz, qadrli kuzatuvchilar. Sababi faqat bundan daromad qilayotganligimiz uchun emas, faqat mana shundan daromad qilayotganimiz uchun buni yaxshi ko'rmaymiz. Uzumni jamiki har qanday navi bo'lsin, hammasini yaxshi ko'ramiz. Lekin hozirda biz uzum qalamchalarini tayyorlash jarayonidamiz. Qaysi nav deysizmi? Avatar hamda manicure finger. Avatar hamda manicure finger uzum qalamchalarimizni ko'chat qilish hamda qalamchalarni sotuvini yo'lga qo'yish maqsadida hozir biz Tojikistonga kelganmiz. Tojikistonda Regar qishlog'ida mana shunday chiroyli, ko'rkam bog'dan Avatar hamda manicure finger qalamchalarini tayyorlayapmiz. Sizlarga ishonchli, sifatli qalamchalarni tayyorlayapmiz. Qalamchalarni sotuvi boshlangan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilsalaring bemalol yoki Telegram yoki WhatsAppdan aloqaga chiqsalaring bemalol sizlarning ishlarini chiroyli holatda bitkizib beramiz. Bu qalamchalarni faqat hozir sotish bilan cheklanmaymiz. O'zimiz uchun biz bilasizlar ko'chat yetishtiramiz. Ko'chatlarni noyabr, oktyabr oylariga tayyor holatga olib borib, o'sha 2026-yilning oktyabr, noyabr oylarida sifatli, ishonchli qalamchalarni tayyorlash maqsadida bu yerga o'sha qalamchalardan olgani kelganmiz. Qadrli kuzatuvchilar, videoga like bosib qo'ying. Mana shu holatda, mana shunday bog'lardan sizlar uchun qalamchalarni tayyorlayapmiz. Kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Mana shu bog' haqida fikr bildiring. Keyin o'zingizni o'sha qancha bog' qilmoqchisiz, shular haqida yozib qoldiring. Telefonlaringizni yozib qoldirsangiz, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Bo'lmasa ekrandagi raqamlarga telefon qilsalaring, chiroyli holatda ishlayni bitirib beramiz. Sifatli hamda ishonchli qalamchalar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta fikrlarini kutib qolamiz. Har bir fikrlarga, kommentariyalarga javob beramiz. Sog' bo'linglar.